Do'stlar, bugun sizlarga ajoyib marojnilar olib keldim. Bularning narxini eshitdinglar. Mana bunisi 115 ming, bular 42 mingmi, 45 ming atrofida ekan. Qani 115 mingligini hozir videoda oxirida yeymiz. Grami ham 100 gram ham chiqmasa kerak. Bu manti Yaponiya o'zidan kiradi. Hagendaz rost hozir internetda portlatishyapti. Qani yeb ko'ramiz. Birinchi bo'lib Snickersdan boshlaymiz. To'g'risi, men bunaqasini yemaganman, lekin kichkinasini juda ham ko'p yedim. Bismillah. Karamel chiqdi ichida. Yomon emas. Normal endi Twix yeb ko'ramiz. Bismillah. Mazali, neobычный, lekin uni Snickersga o'xshab ketar ekan bu. Bir tanesini ham aytib o'tib, buni kichkinasi bor bilsalaring, o'shalar mazaliroq ekan bulardan ko'ra. Sizlar bilan 115 ming so'mlik Hagendaz marojnasini yeb ko'ramiz. Qaranglar qanday kichkina ekan. Qanaqa xususiyat bor ekan. Neobычный lekin. İçinden qaranglar. Bu marojniyni ta'mni his qiladigan, qimmat narsalar tushunadigan odam yeyish kerak ekan, to'g'risi. O'shanda tushunar ekan bu narsani. Haqiqatda mazasi neobычный boshqacha ekan. Hozir 200 ming so'm bo'ldi. 200 ming so'mga siz nimalar olib yegan bo'lardingiz? Kommentariyga yozib qoldirib qo'ying. Marojniy degan haqiqatda bomba ekan, yoqdi menga.